Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 16 darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda holni o'rgandik. Ya'ni mansubat ismlarga tava bo'lgan holni o'rgandik. Biz bugun at-tamiz, ya'ni tamizni o'rganamiz. Bu tamizmi mansubat, ya'ni zar o'qiladigan ismlarning qatoridan. Unda bo'lsa bu tamiz degan nima degan gap? Biz buni oddiy qilib tushuntirgan vaqtimizda tamiz deganimiz bir uqumsizlikni ko'targuvchi ism degan gap. Uqumsizlikni ko'targuvchi ism. Buning beshida bir uqumsizlik bor. Shu uqumsizlikdan keyin kelib, beshidagi uqumsizlikni qana qildi? Ko'tarib o'tadi degan gap. Hamda buning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi tamiz ismun nakira yuzkaru tafsirun lil mubham. Bu nakir ism. Qaranglar, birinchi shartimiz ekan nakir ism. Mubhamlikni, uqumsizlikni tafsir qilgan holatda so'zlangan nakir ism deydi. Yuzkaru tafsiran lil mubham. Mubhamlikni tafsir qilgan, tushuntirgan holatda so'zlangan nakir ism. Bu mubhamlikni, uqumsizlikni nimadan tafsir qiladi deganda min zatin. Zotdan ko'taradi. Zotdan tushuntiradi. Zot degan gap mufrat, ya'ni yoki mufrat so'zni ko'taradi. Masalan, ishtaraytu 20 kitoban. 20 kitob sotib oldim. Bu jumlada ishtaraytu 20 ni sotib oldim desam, kitobanni akamay turib, 20 ni sotib oldim desam, bu jumlada bu 20 degan so'zda, bu mufrat so'zda uqumsizlik bormi yo'qmi? Albatta bor. Unda bo'lsa biz kitoban deb bu tamizni akasam, 20 kitob sotib oldim deb bu 20 dagi uqumsizlikni kitoban qana qildi ko'tardi. Demak, bu yerdagi kitobanni biz tamiz deymiz. Chunki bu ilgirsidagi 20 degan bu so'zdagi uqumsizlikni qanday qildi ko'tardi. Mana bu mufrat so'zdan uqumsizlikni ko'targani. Aw nisba yoki nisbatdan uqumsizlikni ko'taradi. Nisbatdan uqumsizlikni ko'taradi degani jumladan uqumsizlikni ko'taradi. Ya'ni jumladagi bir butun jumladagi uqumsizlikni ko'taradi. Masalan, qabal mujtahidu desak, masalan, nafsani demay turib mujtahid yaxshi bo'ldi desam, mujtahid qoziyatin yaxshi bo'ldi degan bir uqumsizlik bor. Demak, bu uqumsizlik bir so'zda emas, bir butun jumlada. Mujtahid yaxshi bo'ldi desam. Endi bu uqumsizlikni ko'tarish uchun tamizdan birini akaldim men. Nima deb? Nafsan, ya'ni ruhiy jihatdan, nafsiy jihatdan mujtahid qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldi deb bu mujtahidninki yaxshi bo'lganlikdan iborat bir uqumsizlikni ruhiy jihatdan deb qana qildi ko'taribdi. Demak, bu yerdagi nafsan degan so'z tabal mujtahidu degan bir butun jumladan qana qildi uqumsizlikni ko'tardi. Ishtaraytu 20 kitoban degan bu jumlada kitoban degan so'z 20 degan bu mufrat so'zdagi uqumsizlikni qana qildi ko'tardi. Demak, bu tamiz ya ilgirisidagi mufrat so'zdagi uqumsizlikni ko'taradi yoki ilgirisidagi bir butun jumladagi uqumsizlikni qana qildi ko'taradi. Mana tamiz bu nuqtadan ikki turga bo'linadi. Bu nuqtadan ikki turga. Masalan, at-tamiz naw'an, tamiz ikki turlik bo'ladi. Birinchisi tamizu zat. Tamiz zat degan nima? Tamiz zat deganimiz ma kana mufassiran li ism mubham malfuz deydi. Bu talaffuz qilingan, aniq kelgan, ya'ni bor bo'lgan mubham ismni tafsir qilgani. Tafsir qilgani, tushuntirib kelgani. Masalan, indi kilo zaytan. Mening qashimda 1 kilo yog'va dedim. Qaranglar. Mening qashimda 1 kilo yog'din. Agarda bu yerda zaytan degan tamiz kelmasa, ya'ni aniqlovchi bir kelmasa, indi kilo, mening qashimda 1 kilo desam, bu jumla uqumsizlik bor. Bu uqumsizlik bir butun jumladami yoki bir so'zdami desa, kilo degan bir so'zda. Mening qashimda 1 kilo, 1 kilodan nima 1 kilo zaytdan, yog'dan. Demak, unda bo'lsa, bu yerdagi zayt kilo degan so'zdagi uqumsizlikni qana qildi ko'tardi. Demak, bu yerdagi ism, mufrat ismdan qana qildi uqumsizlikni ko'tardi. Demak, tamiz zat deganimiz mufrat ismdan uqumsizlikni ko'targan bo'lsa, tamizu zat bo'ladi. Tamizu nisba degancha desa, ma kana mufassir li jumlatin mubhamatin nisba. Nisba degan mazmuni degan gap, mazmuni uqumsiz jumlani tafsir qilib bergani. Mazmun uqumsiz jumla tafsir qilib bergani.
Ya'ni bir butun jumladan uqumsizlikni qanday qilgani ko'tagini. Masalan, hasuna aliyun xuluqan. Ali go'zal bo'ldi desam, bu bir butun jumla uqumsizlik bor. Qoz jihati go'zal bo'ldi, chiroy jihatdimi, ilm yoki axloq jihatdimi? Xuluqan, axloq jihatda. Yani axloq tarafidan go'zal bo'ldi desam, xuluqan degan bu tamiz, hasuna aliyun degan bir butun jumladan uqumsizlikni ko'tadi. Demak, tamiz bir ismdan uqumsizlikni ko'tarsa, tamizuz zot bo'ladi. Bir butun jumladan uqumsizlikni ko'tarsa, bu tamizun nisba bo'ladi. Mana bu tamizning ikki turi. Endi biz mubham ism deb bir gapni qildik. Mubham uqumsiz ismdan uqumsizlikni ko'tarsa, uqumsizlik ismni tafsirlab kelsa, andan keyin buni bo'ldi ekan, tamiz bo'ldi ekan. Va unda bo'lsa uqumsiz ism degan qanday ism? Arab tilida uqumsiz ism degan qanday ism deganda, Arab tilida uqumsiz ismlar birinchidan asmaul maqodirlar. Ya'ni miqdor ismlari. Miqdor ismlari degan gapda birinchidan masoha ko'lamga kirib ketadi. Masalan, 1 mo desam, 1 mo yoki 1 pong deganga o'xshagan bu masohani, ko'lamni bildiradigan. Masalan, indi qasbatun ardan. Qasbatun degan bu arablardagi bir ko'lam birligi. Masalan, bizning qishimizda mening 1 mo desam, 1 mo desam, nima 1 mo? Nimadan 1 mo desam, mening qishimda 1 mo zimindin yoki bog'dayliq zimindin yoki zimindin yadin 1 mo yerim bor deb ardan degan bir tamizni kelsam, bu qasba degan bu masoha ko'lamni bildiradigan miqdor ismidagi uqumsizlikni qana qildi ko'tardi. Demak, bu yerdagi bo'lgan maqsad Arab tilidagi mubham uqumsiz ism birinchidan maqodir ismlari, o'lcham ismlari. O'lcham ismi birinchidan bo'ldi ko'lam. Ko'lamni bildiradigan barliq ismlarni bo'ladi uqumsiz ismlar. Uningga cho'qim uqumsiz ismlar nima ketadi? Keyin bir tamiz ketadi. Masalan, menda 1 mo desam, bu nimadan 1 mo? Aradan, zimindan. 1 mo ziminim bor. İkincisi bu miqdor ismlari vazni. Kilo birligi. Ig'irlik birligi. Ig'irlik birligi mu uqumsiz ismlarga tabi. Ya'ni keyinni keldigan bir izohlovchiga, tamizga ehtiyojli. Masalan, li kilo, mening 1 kilo desam, bu kilo degan bir vazni shunday-ku, bu bir miqdor ismlari. Buningda uqumsizlik bormi, yo'qmi? Bor. Asalan. Buni zo'r o'qiymiz. Tamiz degan nima qiladi? Zo'r qiladi. Asalan, menda 1 kilo hasal bor desam, bu 1 kilo degandagi kilodan asalan degan tamiz qana qildi? Uqumsizlikni ko'tardi. Demak, kilo, ya'ni ig'irlik birligi mu arab tilida uqumsiz ismlarning keyindan bir tamiz kelishga tegishli bo'lgan ismlarning qatoridan. Uchinchisi keyl, kamchilar. Kamchilarmi bu mu arab tilidagi asmaul maqodir, ya'ni uqumsiz ismlarning qatoridan. Masalan, lil faqiri sa'un qumhan. Faqirning 1 sa bug'doyi bor. Qaranglar, endi bu jumlada lil faqiri sa'un desa. Faqirning kambag'alninki 1 sa'si bor. Nimadan 1 sa'si bor? Qumhan, bug'doydan. Ma tamizga din ma'nosi qo'shadigan ma'no chiqadi va din ma'nosini basak bo'ladi. Faqirning bug'doydan 1 sa'si bor. Demak, qumhan sa'an degan bu kamchidan uqumsizlikni ko'tardi. Demak, kamchimi uqumsiz ismlarning qatoridan. Ya'ni buningga tamiz ketadi. To'rtinchidan miqyas. O'lcham, ya'ni metr o'lchami olsun, santimetr o'lchami olsun, kilometr o'lchami olsun, miqyas. Masalan, indi zira'un. Menda bir gaz nim bor? Qumashan. Raxtdan bir gaz bor. Menda bir gaz bor desam nimadan? Raxtdan. Demak, bu miqyas o'lchamlarmi tamizga ehtiyojli, izohlovchi ehtiyojli. Masalan, indi metron desam, mening qishimda 1 metr. Nimadan 1 metr? Qumashan. Raxtdan 1 metr bor deganga o'xshagan. Demak, mubham ism arab tilida uqumsiz ism birinchidan maqodir. O'lcham ismlari. Bu o'lcham ismlari deganimiz ko'lamga kiradi, ko'lam birliklari, ig'irlik birliklari, kilogram deganga o'xshagan, kamchi birliklari, chorak deganga o'xshagan va miqyas. O'lcham, metr, bir gaz deganga o'xshash o'lcham. Mana bular maqodir. Bir butun o'lcham birliklari qatoriga kiradi. Demak, asmaul maqodirlar nima bo'ladi? Bular mubham ismlarning qatoridan.
Birincisi. İkincisi eşbahul maqadir. Ölçem isimlerinin o'xshashlari. Ölçem isimlerinin o'xshashi degan qanday deganda bu birinchidan ölçem isimlerinin masaha degan, vazni degan, kel degan, miqyas degan. Her birinin o'xshashlarimi hukm ismiga tabi. Masalan, shibhul masaha. İniq masaha birlik olsa masalan 1 mo, 1 pon deganga o'xshash bu-mu? Hukm ism. Endi mushuning o'xshab ketadigan birliklar bor. Masalan, indi maddul basari ardan. Menda kuzamiyat kuday ba nimidan zimindan. Menda zimindan kuzamiyat kuday ba. Kuzamiyat kuday ba degani bu ko'lamni bildiradi. Lekin bu ko'lam birligida qo'llanadi yo'q. Bu kuzamiyat kuday degan gap bu qo'llanmaydi. Demak, buni biz shibhul masaha deb ataymiz. Bu ko'lam birligiga o'xshab ketadi. Kuzamiyat kuday ba nimidan? Ardan, zimindan. Demak, bu yerdagi ardan maddul basra degan bu shibhul masahaning nima bo'ldi? Tamiz bo'ldi. Demak, shibhul masaha mu ism mubhamlarning qatoridan. Ikkinchidan shibhul vazni. O'lcham birligi o'xshab ketadigan ismlar mubham ismlarning qatoridan. Masalan, ma fi ra'sihi mithqalu dharra aqlan. Endi kilogram deganlar ig'irlik birligi. Endi ig'irlik birligi o'xshab ketadigan ismlar degan qanday ism deganda, masalan, ma fi ra'sihi yo'q uning kallasida misqal zarrachilik aql yo'q. Misqal zarrachi degan qancha bu? Bu o'lcham ig'irlik birligi bo'lsa, yo'q. Ig'irlik birligi o'xshab ketadigan ismlar. Shuni o'rnida qanday qilamiz? Ishlatamiz. Demak, bu mubham ismning turiga tabi. Uchinchisi keylning o'xshashlari, ya'ni kamchining o'xshashlari. Masalan, indi kays qumhan. Menda bir xalta bor. Nimadan? Qumhan. Undan bir xalta bor. Bug'doydan bir xalta bor. Bug'doydan bir xalta bor. Bu yerdan qarasak, kays degan bir xalta deymiz. Bu bir xalta degan amaliyotda bu kamchiga o'xshab ketadi. Ammo aniq kamchimi? Yo'q. Shuning uchun biz buni kamchiga o'xshab ketganligi uchun shibhul kayl, kamchining o'xshi deb ataymiz. To'rtinchidan miqyosning o'lchami. Aniq miqyos emas. Masalan, indi maddu yadaka hablan. Uning qishimda shu qo'lingning uzunligida og'amchi bor desam, bu qo'lingning uzunligi degandan bu cho'qim bir miqyos birligini bildiradi. Ammo muqim rasmiy qo'llaniladigan miqyos birligimi desa, yo'q. Bu miqyos birligiga o'xshab ketadigan bir o'lcham. Shuning uchun biz buni qo'lingning uzunligida og'amchi bor degan gapni biz deymiz. Qo'lingning uzunligi degan gap bu shibhul miqyos bo'ladi. Demak, mayli asmaul maqodirlar bo'lsin, mayli ashbahul maqodirlar bo'lsin, hammasi mubham ism. Buning keyinin cho'qim uningdagi mubhamlikni ko'tarish uchun bir tamiz qilish kerak. Mayadimi indi maddu yadaka hablan. Mening qishimda shu qo'lingning uzunligida ba hukmsizlik bor. Nimadan ba? Hablan, og'amchidan. Og'amchidan qishimda qo'lingning uzunligida ba degan gap. Uchinchidan endi arab tilidagi mubham ismlar adad. Sallama mubham ismlar. Masalan, 30, 40 deymiz. Nimadan 30? Nimadan 40? Indi 40. Mening qishimda 40. Nima 40? Kitoban, kitobdan. Indi 40 shatan, qo'ydan. Demak, sallama hukmsiz ismning turiga tabi. Chunki bu sallaning o'zidan nimaning 30ligini, nimaning 40ligini bilmaymiz. Cho'qim keyindan shu 30 ning nima ekanligini izohlab beradigan bir tamizga ehtiyojli. Masalan, ishtaraytu 20 kitoban degan o'xshaydi. Agar kitob kelmasa, 20 ni sotib oldim. Nimadan sotib olding? Shatan yoki qumhan yoki kitoban deganga o'xshaydi. To'rtinchisi qad yakunu g'ayral maqodir. Miqdorlarning bosh qismi uchun ba'zi vaqtda bu yerda so'zlanganning bosh qismi mubham ism bo'lib keladi. Masalan, indi sa'atun. Menda soat bor desam, qanday soat bor senda? Bunun azroq uqumsizlik bor. Indi sa'atun fiddatan. Menda kumushdan bo'lgan bir soat bor deb soatniki uqumsizlikni qanday qildi? Ko'taribdi. Demak, al-ismul mubham, ya'ni mubham ism arab tilida. Birinchidan asmaul maqodir, ikkinchidan ashbahul maqodir, uchinchidan adad, to'rtinchidan odatdagi miqdor bo'lmagan so'zlarni chu mubham ism bo'lib keladi. Endi qarasak, lil faqiri sa'un qumhan, li kilo asalan. Bu bir tarafdan holga o'xshab ketadigandak bilinadi odamga. Masalan, ishtaraytu 20 kitoban desak, bir tarafdan
halga o'xshab keladi. Masalan, indi soatun fiddatan desak, bu fiddatan xuddi soatning holatini bildagandek. Buni mundaq farq qilib olamiz. والتمييز يكون على معنى من. تمييز من ma'nosida bo'ladi. Masalan, ishtaraytu 20. 20 ni sotib oldim. Nimadan? Kitobdan, kitobdan. Kitobdan 20 sotib oldim. Qarang, min ma'nosi chiqadi. Holdacho fi ma'nosi chiqadi. Jaa Zaydun rakiban. Zayd uloqqa mingan holatda keldi. Qarang, da ma'nosi bor. Demak, tamizda min ma'nosini o'z ichiga oladi, holcho fi ma'nosini o'z ichiga oladi. Mana mushu tarafga qolib ayirib olsanglar bo'ladi. Unda bu savoqdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsda ko'rishaylik. Hamda oxirida buningki ko'nikmasi berilgan. Bu ko'nikma hol bilan tamizning ko'nikmasi. Buni sizlar ishlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Masalan, birinchisi ixtar al-ijabata sahiha fi ma yali. Tuandikilardan to'g'ri javobni tanlang. Birinchisi jaa aliyun rakiban. Rakiban fi hadhihi al-jumla. Rakiban bu jumlada fa'ilning hay'atini bayon qildimi? Naib fa'ilning hay'atini bayon qildimi? Yoki maf'ulun bihining hay'atini bayon qildimi? Qaysini bayon qilgan bo'lsa, shuningga belgi qo'yinglar. Ikkinchisi al-aslu fil hal an takuna asli holat holda sifa mutanaqqila bo'lishimi, nakira bo'lishimi, mushtaqqa bo'lishimi yoki hammasi mushu holdagi asli holatmi? Qaysi o'sini qo'yinglar. Uchinchisi agarda holda bo'lishga tegishli qoida bo'lib qolsa, jami' ma sabaq qo'yinglar. Mushu bo'yicha ishlaysizlar, qolganini o'zinglar qilib qoldi. Ikkinchi ko'nikma jumtandagi jumlalardan holni, sohibul holni va omilni bayon qilasizlar. Masalan, waqafal mudnibu khaifan. Gunohkor, gunoh qil o'tkazguchi qo'rqqan holatda turdi. Qaranglar, hol qaysi ekan? Holni hol deganning ostiga yozasizlar. Hol khaifan. Sohibul hol, bu holning egasi kim ekan? Gunohkor, gunoh o'tkazguchi, ya'ni muznib ekan. Muznibni sohibul holning ostiga yozasizlar. Endi bu holning omili qaysi ekan? Fe'lmi ekan? Yo qaysi ekan desa, waqafa degan fe'l. Demak, mushu bo'yicha bu jadvalni to'ldirib ishlaysizlar. Uchinchisi ayyin at-tamyiz va bayyin naw' fi ma yali min al-jumal. Tamizni va uning turini tuandagi jumlalardan ayirang deydi. Old bilan tamyiz deganning qatoriga tamyizni yozasizlar, uning turi deganning qatoriga tamyizuz zotmi, tamyizun nisbimi buni ayiraysizlar. Masalan, Sa'idun tayyibun ashratan. Ashiratan. Sa'id tuqqandochilik jihatda yaxshi. Hamda bu jumladagi tamyiz qaysi? Birinchidan ashiratan yaxshi. Chunki Sa'id yaxshi desam bu jumla uqumsizlik bor. Hozatdan yaxshi. Tuqqandochilik. Unda bo'lsa ashiratan nima ekan? Tamyiz ekan. Buni tamyizni ostiga yozasizlar. Hamda bu bir mufratdan uqumsizlikni ko'taribdimi yoki bir jumladan uqumsizlikni ko'taribdimi desa, nimani uqumsizlikni ko'taribdi? Bu bir butun jumladan uqumsizlikni ko'taradi. Unda bo'lsa bu tamyizun nisba. Mushu bo'yicha ishlaysizlar, qolgani sizlar qilib qoldi. Unda bo'lsa o'qdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.